Nimaga o'tiribsan? Ishla davay. Jamoani boshqarmoqchisiz va maqsadlarga erishmoqchisiz. Boshqarishni unuting, yo'naltiring. Menda 3 ta jamoa bor. Men bitta oddiy haqiqatni tushundim. Jamoa buyruq bilan emas, yo'nalish bilan harakat qiladi. Mana sizga 3 ta ishlaydigan oddiy qoida. Birinchisi bu maqsad qo'yish. Yiliga aniq maqsadlarni belgilang. Hammasi bajarilmasligi ham mumkin, lekin asosiy maqsadlar bajarilishi shart. Ikkinchisi bu motivatsiya. Har bir jamoa a'zosi nima uchun harakat qilayotganini bilishi kerak. Mansab o'sishi, maosh, bilim olish va qulay sharoitlar ham bo'lishi mumkin ichida. Uchinchisi bu asosiysi, kompaniyaning filosofiyasi. Nimaga desa bu insonlar har xil bo'lishadi. O'zingizni klon qilish bu Narutoda bo'lishi mumkin, lekin hayotda emas. Ammo sizning filosofiyangiz bo'lsa, ishonavering, jamoangiz buni sezadi. Ular shaxs, ammo birgalikda kuch. Agar ofisingizda shakar qolmagan bo'lsa, kimdir turadi va olib keladi. Chunki g'amxo'rlik ham kompaniya madaniyatining bir qismidir. Undan tashqari albatta CRM va hisobotlarni ham yuritish kerak. Ularsiz iloji yo'q. Videoni saqlab qo'ying, obuna bo'ling va kommentariylarda yozing. Sizningcha asosiy 3 ta narsa nima? Va buyruq emas, yo'naltiring.